Hurmatli o'quvchilar, mana bugungi mavzuyimiz galogenlar, ftarid, xlorid, bramid, yodid anionlarni sifat reaksiyalari orqali aniqlash va bir-biri bilan farqlash. Birinchi navbatda buni galogenlar tushunchasi aytilgan. Galogenlar biz bilamizki, davriy sistemada 7-guruh asosiy guruhda joylashgan elementlar, ular galogenlar hisoblanadi. Ftor, xlor, brom, yod va astat. Endi bulardan aytyapti. Ftarid, xlorid, bramid, yodid tuzlarini sifat reaksiyalari orqali aniqlash aytilgan bizga. Galogen tushunchasini birinchi bo'lib 1811-yilda nemis kimyogari Schweger kiritgan bo'lib, tuz hamda tuz hosil qiluvchi degan ma'nolarni anglatadi. Mana bilamizki, galogenlar ftor, xlor, brom, yod. Astat kiritilmagan sababi chunki astat radioaktiv element hisoblanadi. Xo'sh, agregat holatlar ftor gaz holatda, xlor gaz holatda, brom suyuqlik, yod esa qattiq agregat holatda hisoblanadi. Ranglari ftor och sariq, xlor sarg'ish yashil, brom qizg'ish qo'ng'ir, yod esa to'q kul rang metal yaltiroqligiga ega bo'lgan, lekin aslida metal massalar hisoblanadi. Endi ularning o'ziga xos hidlari mavjud. Ftor o'tkir hidli, xlor bo'g'uvchi o'tkir hidli bu ham, brom kuchli qo'lansa hidli, yod esa o'tkir hidli hisoblanadi. Galogenlarning atom tuzilishi haqida gapirsak, ftor, xlor, brom, yod, astat. Ftor 2-davr elementi, xlor 3-davr, brom 4-davr, yod 5-davr, astat esa 6-davr element hisoblanadi. Endi mana bu yerda atom radiusi, oksidlovchilik xossasi, elektromofillik va metal massalik xossalari qaysi tartibda ortadi yoki kamayadi ko'rsatib o'tilgan. Mana bugungi kunda biz bilamizki, yodli mahsulotlar inson organizmi uchun, sog'ligi uchun juda ham kerakli bo'lganligi uchun mana bu yerda va hokazo mevalar, mahsulotlar, sabzavotlar ko'rsatilgan. Ftorni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, ftor grekchadan ftoros, yemiruvchi degan ma'noni anglatadi. 1866-yilda fransuz kimyogari Henri Moissan tomonidan kashf etilgan element. Galogenlarni sifat reaksiyalari orqali aniqlashni kimyoviy reaksiyalarni ko'rib chiqamiz. Galogenlarning mana sifat reaksiyalarini oldindan tayyorlangan eritmalar orqali aniqlab olamiz. Kumush nitrat eritmasi, kaliy yodid eritmasi, natriy xlorid eritmasi, natriy bramid eritmasi va oxirgisi natriy ftarid eritmasi. Endi mana biz qaysi eritmada bor ekanligini bilmaymiz. Birinchi kumush nitratdan olib kaliy yod eritmasidan oz qo'shilganda mana och sariq rangli cho'kma tushdi. Bu cho'kma kumush yodid cho'kmasi hisoblanadi. Toza pipetga olamiz. Hozir aytib o'tgandek, oldindan tayyorlangan natriy xlorid eritmasiga toza probirkaga solib olamiz. Va keyingi bosqichda kumush nitratdan jarayonda oq cho'kma tushdi. Oq pag'a cho'kma. Buni bilamiz. Kumush xlorid cho'kmasi hisoblanadi. Ikkinchi iyonni ham mana aniqlab oldik. Buni ham xuddi shunday toza probirka. Natriy bramid. Hozirgidek kumush nitrat eritmasidan solamiz. Bunda ham mana
o'ziga xos oq rangli kumush bramid cho'kmasi ajraldi. Navbatdagi toza pipetga va so'nggi ion ftor ionlarni aniqlash uchun natriy ftorid eritmasidan foydalanamiz. Buni ham ustiga odatdagidek kumush nitrat eritmasidan qo'shgan paytimiz sekin astalik bilan rang o'zgarishi sodir bo'ldi. Tushgan cho'kma esa bilamiz, kumush ftorid cho'kmasi hisoblanadi. Bugungi tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ftorid, xlorid, bramid va yodid anionlarini sifat reaksiyalari orqali aniqlash bo'ldi. Bugungi mana reaksiyalar haqida yoki bo'lmasa nazariy ma'lumotlar haqida fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.